Assalomu alaykum, hurmatli Yakkasaroy tuman axborot kutubxona markazi kitobxonlari. Bugun men sizlarga Abdulla Avloniy haqida ma'lumot bermoqchiman. Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkentda hunarmand oilasida tug'ilgan. U dastlab eski maktabda, so'ngra esa madrasada tahsil olgan. Yoshligidanoq she'riyatga qiziqqan Abdulla Avloniy arab va fors tillarini chuqur o'rgandi. U 20-asrning boshlarida jadidchilik namoyandalaridan biriga aylandi. 20-asr boshlarida Abdulla Avloniy jadidchilik adabiyotining ilg'or namoyandalaridan biriga aylandi. Abdulla Avloniy 1904-yilda Toshkentda yangi usuldagi maktabni ochdi. O'quvchilar uchun u o'quv qo'llanma darsliklarini yaratdi. Abdulla Avloniy bu asarda odob-axloq, vatanparvarlik va millat g'oyalarini ilgari surgan. Abdulla Avloniyning eng mashhur asarlari Turkiya Guliston yoxud axloq, Birinchi muallim, Ikkinchi muallim asarlari hisoblanadi. Abdulla Avloniy 1934-yil 25-avgustda Toshkentda vafot etgan. Hurmatli kitobxonamizga kelib, yangi adabiyotlarni mutolaa qilishingiz mumkin.